Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, mijozlar. Mana eski mijozimiz xonadonlarga ikkita rom o'rnatib berdik. Chap tomonda ko'rinib turgan eshik romlarimizni salkam 3 yil oldin o'rnatib bergandik. Ochilib yopishi hali ham ideal turibdi. Yangi o'rnatib bergan eshik romlarimiz oynalari 2 qavatdan podagonlarigacha o'rnatib berdik. Eshiklarga premium klass zamorojkalarni o'rnatib berganmiz. Ochilib yopilishi ideal chiqdi. Salkam 3 yil oldin o'rnatib bergan eshiklarimiz ham ochilib yopilishi hali ham ideal turibdi. Ko'rib baho berasizlar. Romlarga podagonlargacha o'rnatib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ishlarini chiroyli qilib bitirib beramiz.